yanada ishonchli o'yin ko'rsatishni boshlashi mumkin. Rodri. Pedri. Yorib kirdi va Bayernga to'pni qoldirdi. Bayern esa to'pni qaytarib bera olmadi. Pedriga lekin tezda kontrpressing Ispaniya futbolchilaridan boshlanib ketdi va qarshi hujum saudiyaliklarda yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti. Yuqori himoya liniyasi hozir Ispaniyaga qarshi ishlab qolishi mumkin va saudiyaliklarning hujumi Motep to'p bilan va yo'q, baribir himoyachilar ishonchli o'ynashdi. Ispaniyada mana shu yigitdan albatta ispaniyaliklar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Salim Aldovsari, bilasiz, o'sha o'tgan jahon chempionatida aynan Argentinaga qarshi uchrashuv qahramoniga aylangan edi mana shu yigit. Shubhasiz saudiyaliklar tarkibidagi eng iste'dodli futbolchi deb ta'riflasak ham bo'ladi. Endi Aldovsarining o'zi O'zbekistonga qarshi uchrashuvlardagi karomatlari bilan ham albatta biz yaxshi eslab qolganmiz. Chindan tan olish kerak, kuchli futbolchi. Yuzdan oshiq o'yinlarda maydonga tushgan Saudiya libosida va jamoa yetakchisi hisoblanadi. Garchi eng yaxshi to'plar bo'lmasa ham, lekin eng yaxshilardan hisoblanadi. Pas Yamal tomonidan, lekin ikkinchi qavat imkoniyat berishmayapti. Saudiyaliklar to'pni qaytarishda, qaytgan to'p esa yana Ispaniya terma jamoasi vakillariga kelib tushdi. Chap qanotdan Kukurella va u burchak to'pi ishlab beryapti. Himoyada hozir Al-Haybari to'pni maydon tashqarisiga chiqib ketishini ta'minladi. Cabo Verde bilan bo'lgan uchrashuvda Ispaniyada bunaqa standartlardan juda ko'pi bo'lgan edi. 11 ta burchak zarbasi amalga oshirgan edi Ispaniya va ulardan foydalana olmaganda. Buning ustida ham ishlagan bo'lish kerak jamoa. Olmo to'xtatmasdan tepmasa ham bo'lardi menimcha, bemalol to'pni